Haval M6 ni sep metkasini ko'rsatib o'tibman akalar. O'zi oddiy sodda. Endi baribir u ham kimgadir foydali bo'lishi mumkin. Bir tomonda vanus bor, bir tomonda zyochkani o'zi. Vanusda mana o'yiq joyi bor. Bu yerda zavodskiy metka bor. Bu yerda ham mana metkasi bor. O'zini zavodskiy, unda ham metkasi bor. Sepda ikkita metka bor. Uchinchi metka yo'q sepda. Zyochkada lekin bor. Hop. Bundan sep metkadan metkagacha 7 ta bo'ladi. 7 ta. Hop. Shunda pastki metkasi ko'rsataman. Hop, mana zyochkada e'tibor bersalaring, o'yiq joyi bor. Mana zyochkaning o'yiq joyi bor. Mana shu o'yiq joyiga ro'parasiga metka o'zimiz qo'yib olganmiz. Bu metkadan tepadagi metkagacha, vanusning metkasigacha 27 uzib bor. Mabodo bilmay yechib olingan bo'lsa 27 uzib bo'ladi akalar. Birinchi boshni tepaga chiqqan holatda.